Necha kundan beri, necha oydan beri yuribsizlar, normalniy qaban qidiryapsizlar. Bo'ldi, qidirmanglar. Men sizlar uchun bugun normalnisini topib qo'ydim. $140 Mercedes'da haydaganimda просто невероятный emotsiya beradi bu avtomobil. Bilganlar biladi, bilmaganlar kelinglar, haydab ko'ringlar, tushunasizlar bolalar. Это klassika plus premium klassika. Hozir razgonini ozgina bo'lsa ham ko'ringlar, qaranglar. 3.2 li dvigatel, shuncha tonnali avtomobil. Yurishlari juda ham normalniy. Salonni sostoyaniyasiga отдельный лично o'zim 10 balldan tvrdoy 9 ball berar edim. Hamma yo без трещины, матовый turibdi. И rangi ham kuzovga mos, temno-siniy kuzovi ham, salonni ham. Har bitta datchik, klimat kontrol, konditsioner, pechkalar, temperatura datchiklar har bittasi ishlayotgan ekan. Hozir juda ham yomon yo'llarda yuribmiz. Hadavoyda umuman pretenziya yo'q, rulevoyda ham pretenziya yo'q, korobkasini ham yaqinda yangi qo'yilgan. Состояние juda ham dostoyniy. 1996-yil probeg atigi 260 ming kilometr. Mercedes-Benz W140 S320 Brustor modifikatsiyali motorimiz sostoяние o'zinglar ko'rdinglar, kelib ko'rib egasini nomeri betga yozib qo'yaman, uchrashasizlar, savdolashasizlar. Eng muhimi, narxi 14900, long versiya tayyor xarajati qilingani avtomobil.